material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Soliq mavzusi boshlandi, uyalmasdan chiqaveringlar. Men kimnidir ko'ryapman. Boy bilan seni ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Sen kimsan? Mening ismim Bobo. Mayli, kim bilishingdan qat'iy nazar soliqlarni to'la. Yaxshi, bo'lmasam mana bularni ushlang. Ajoyib, yaxshi bobo ekansan. Ajoyib, sen bilan ishlash anchagina maroqli ekan. Onangga salom aytib qo'y. Davronjon, shu soliq vaqti kelganda har doim uxlab qolasan, sen bolasi tushmagur. Davronjon, bu senmisan yoki sen ham bobo-mabolardanmisan? Yo'q, men Bobo emasman, Davronman. Yaxshi, ajoyib, senda soliqlar har doim o'z joyida. Yashavor. Aytganda ertaga sumalak qilyapmiz, chiqarsan. Saidnazar. Tushunmadim, bu yana kim? Sen bu yerda nimalar qilyapsan? Itdan tarqagan, yo'qolib yerdan. Saidnazar, qara bo'la qol, chiqa qol, meni ishlarim ko'p. Men tushunmadim. Sen divonamisan nima balo? Go eshak berasan, go cho'chqa berasan. Menga bersa ho'kiz bo'lmaysanmi, lekin oyning oxiriga mana bu soliqlarni joyiga qo'yishing kerak. Nima bu? Nima balo? Sen meni ustimdan kulyapsanmi nima balo? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kelyapman la'nati. Uyga qol bu yerdan. Alo, eshitaman. Menda bu she'rlar bor, shu yerda dom ko'tarmoqchiman. Tezda ishchilaringizni yuboring. Xo'p, bo'ladi, hozir yuboraman. Tushunmadim, sen bu yerda nima qilyapsan? Men domni ko'tar ustiga yo'tal tashkilotida ishlayman. Yaxshi, unda quloq sol. Men mana shu yerga dom qurmoqchiman. Xullas, domni betonni mana shu yerga qurasan. Devor uchun zuvalani narigi tomondan tortasan. Tushunarli. Domni papushkasi baquvvat bo'lishi kerak. Aytdim yaxshi. Tushunmadim, sen nima balo qurding? Men senga dom qur dedim, o'zingga o'xshagan bo'chkavoy qur demadim. Sen ham butunlay yuragimga to'kilding. Nima qilyapsan? Nima balo, hisob kitobda adashdingmi? Mana bu boshqa gap. Bo'ldi, rahmat, senga javob. Lekin Groxga dom qurdim deb xursand bo'lma, soliqlarni 2 barobar to'laysan. Men seni onamga aytib beraman. Xo'sh, mana endi tushunmadim. Esimdan chiqibdi, meni onam o'tamonda emas, o'tamonda yashaydi. Buning ismi Jamol. U atroflari gulzorlar bilan o'ralgan, chinniday toza bo'lgan Sobirahimov ko'chasida yashaydi. Bu yerda bir-biridan ajoyib uylar, chinniday toza ko'chalar. Chunki bu yer Sobirahimov ko'chasi. Hozir biz aholilardan biridan intervyu olamiz. Xo'sh, birodar, senga Sobirahimov deb nomlangan ajoyib ko'chada yashash yoqyaptimi? Albatta janob, men bu yerda yayrab yashayapman. Bu yerda hattoki soliq to'lash ham kerak emas ekan. Chunki bu yer Grox qurgan yagona soliqsiz makon deb nomlanadi. Seni primoy efirda syomka qilyapmiz. Mana bu yerda o'tir. Menga qara birodar, bu yer Sobirahimov ko'chasi deb nomlanadi. Bu yer Minecraftdagi yagona ko'cha. Soliqlarni ko'proq to'lang. Ajoyib bo'lgan Sobirahimov ko'chasi sizlarni kutyapti. Shu yabirlik malami, kerak emas bizga Sobirni ham Rahimni ham ko'chasi. Menda bir ajoyib g'oya bor. Biz yovvoyilarni topib Groxga qarshi hujum qilishimiz kerak. Kirorsin yomg'ir ham boshlandi. Qani ichkariga kir, men senga bir narsa beraman. Tinchlikmi, menga nima bermoqchisan? Men Groxga soliqlarni bermasam qochib yurgan edim. Shuning uchun mana bularni ushla, qora kunga ishlatamiz. Qo'yli, broylikni to'lamagandingmi? Xullas bizga reja kerak. Qanday qilib Groxga qasriga hujum qilamiz? Biz yovvoyilarni topamiz degan edik. Esimizdan chiqibdi-ku. Bo'lmasa birinchi ishni shundan boshlaymiz. Biz to'g'ri yo'l bilan ketyapmizmi o'zi? Menimcha men o'sha joyni topdim. Mana o'sha ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan joy. Mana shu yerda yovvoyi aholi yashaydi. Yovvoyi aholi burnimizni taqada ekan, shuncha yildan beri ko'rmagan ekanmiz. Hozir borib olaylik, ko'rasan. Tushunmadim, siz tasqaralar bu yerda nima qilyapsiz? Biz shunchaki yovvoyi oqsoqolni ko'rmoqchimiz. Bizning oqsoqol sizlarga nimaga kerak? Biz sivilizatsiyamizni Groxsa orasida himoya qilmoqchimiz. Yaxshi, unda to'g'riga kel o'ngga. Menimcha qorovul to'g'riga kel o'ngga dedi. Qo'yil, ular umuman yovvoyi aholiga o'xshamaydi-ku. Menimcha mana shu oqsoqolni xonasi bo'lsa kerak. Qani taqillat. Men senga necha marta aytishim kerak, hali oylik tushgani yo'q. O'tirganman. Kechirasiz oqsoqol, sizda meni ishim bor. Men hammangga qanday qilib yo'qotaman, ko'rmayapsanmi? Oldimga yordam so'rab aholi keldi. Babajon, menga qalpog'ingizni kiyishga berib turasizmi? Kechirasiz oqsoqol, sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Meni Mushrob bobo deyishing mumkin. Yaxshi, Mushrob bobo, xullas sho'rimizga sho'rva to'kildi. Xullas bizning sivilizatsiyamizni Grox va uning onasi egallab oldi. Yo'qsa men pastga tushib olay, nima deyapsan, eshitmayapman. Sen menga balandroq gapir, chunki meni qulog'im yaxshi eshitmaydi. Bizning sivilizatsiyamizni Grox va uning onasi egallab oldi deyapman. Endi eshityapsizmi? Nima, yana o'sha tirrancha Groxmi? Hozir men uni onasini ko'rsataman. Qani hamma meni oldimga kelsin, muhim gapim bor. Qolganlar qayerda? Nima senlarga alohida taklifnoma kerakmi? Biz Groxni qasrga hujum qilamizmi? Demak, senga zirhli kiyimlar kerak. Menda zirhli kiyimlar bor. Mana bularni ol. Ular menga kichkina bo'lgan. Senga to'g'ri keladi. Qo'yil, mana endi men tayyorman.
Bolalarim hamma bu yerga kelsin. Bizning sivilizatsiyamiz xavf ostida. Bu Grox tirranchani butunlay yo'q qilaman. Bushroq bobo, Groxni orasini ham yo'q qilamizmi? Yo'q, Groxni onasi bilan men o'zim shug'ullanaman. Hamma meni ortimdan, qolgan askarlarni yo'ldan olamiz. Sizlar nima qilib turibsizlar? Hamma bir xil saf tortib, qo'yma-qo'l ushlab yursin. Hali Mushroq boboyning sovuniga kirib yurmagan ekansan, Grox. Hoy, san sekinroq. Bushroq bobo, keyingi rejamiz qanday? Ko'pchilik bo'lib borsak, tezroq mag'lub qilamiz. Qani xalq, qo'zg'al. Bushroq bobo, san sekinroq yuring, men ortingizdan yetolmayapman. Qanday qilib bo'lmasin, bu tirrancha Groxni mag'lub qilishimiz kerak. Hamma meni ortimdan. Hay bola, menga qara. Sen ham Royfli o'g'limsan, unda bizga qo'shil. Hoy, o'zlaringizni bosing. Hozir meni kiyimimni yirtasiz. Xo'sh, shunday qilib biz el la'nati kim meni turishkamni yirtdi? El la'nati bu yerda nimalar bo'lyapti? Hoy, mana Groxni o'zi ham chiqdi. Qani hujumga? Menga qara Grox, tirrancha, men seni qanday qilib bo'lmasin mag'lub qilaman. Xullas meni vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz. El la'nati o'zi nimalar bo'lyapti bu yerda? Meni ortiqcha tushuntirishga vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz. Nima? Menga qara, soqchilar qayerda? La'nati, men senlarni deb yo'lni ko'ra olmayapman. Hoy, hovliqmanglar, hammasi joyida. Yo'q, o'xshab talashib tortishmalaring hali hech narsa bo'lgani yo'q. Bushroq bobo, ular mana shu yerda. Yaxshi, qani bo'lmasa hujumga. Yer la'nati, men yaqinlashmam, Bushroq boboga bor. Yer la'nati, Bushroq bobo, aholimizni sonlarroq qo'ying, men hech narsani ko'rmayapman. Men o'zim ham jo'rga yuryapman. Yer la'nati, menga yordam kerak. Hech kim tirik qolmasligi kerak. Hammani birma-bir qilamiz. Yer la'nati, qaysi biring o'sirding? Bu yerda kim bilan urushyapti, men haligacha tushunmayapman. Bushroq bobo, Groxning onasi mana bu yerda o'tiribdi. Nima, Groxning onasi mana shumi? O'ldirish kerak bu la'natini, u tasqara ekan. Bushroq bobo, biz ularni mag'lub qildik. Nima qilyapsanlar bu yerda baring? Ko'zlaringni qisib bir joyda o'tirib bilasanmi yoki yo'qmi? Xullas biz uzoq yo'l yurib, tirrancha Groxni soliq mavsumiga chek qo'ydik. O'lni qaytamiz, hamma uy-uyga, tepa-uyga. Ana hamma shu yerdami? 1 2 17 18 qani ortimdan. Bo'ldi, g'alaba bilan uyga qaytamiz. Hoy, bu qariyani avtoriteti juda ham kuchli ekan. Hech kim tarqalmasin, kichkinalarni qo'lidan ushlab yuring. Operator, bizni chiroyli qilib syomka qiling. Buni tarix zarvaraqalariga muhrlab qo'yamiz. Qo'yga o'xshamasdan bitta kiringlar. Bitta kiringlar dedim. Bo'ldi, menga yaqinlashmalaring. O'zi yo'lda meni sir qilib olib keldilaring. Menga qara, ertaga bularning oyligini 2 barobar qilib berasan. Bugun bular juda ham yaxshi ishladi. Hamma tinchlansin. Men hammangni oyligingga qo'shimcha yozdirdim. Hamma oladi. Tinchlan dedim, hozir so'kaman lekin. Senga bitta joyga o'tirasanlarmi yoki yo'qmi? Senlarni. Qilay hammangni, tushundingmi? Senlarga o'zi shu kerak edi. Xullas, o'sha voqeadan so'ng soliq mavsumi yopildi. Bizning esa cho'ntagimizda bir so'm pul yo'q. Shuning uchun golemlarni bu yerga sotishga olib keldik. Agar ularni sotsak, mo'maygina pul olamiz. Xullas, ularni mana bu yerga bog'laymiz. Xaridori kelgancha bu narsa yeb kelamiz. Menimcha bu qilayotgan ishimiz noto'g'ri deb o'ylayman. Xavotir olma, hech kim bilmaydi. Ana bo'la qol, men senga bir narsani ko'rsataman. U qayerdadir mana shu yerda edi. Mana men uni topdim. Nima, qani, qayerda? Esingda mana bu soliq yig'uvchimizni oxirgi zumratimizni olib ketgan edi. Hozir men senga zumratni olib ketish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Mana shunday. Ana endi hech qachon soliq mavsumi bo'lmaydi. Mushroq bobong kuzatib turibdi. Qani like bos.